Istig'for mavzusida salaflardan rivoyat qilingan asarlarda kelgan imom Qotada rahimahulloh aytadilar, u kishi tobiinlardan: inna hadal qur'ana yadullukum ala da'ikum va dawaikum fa amma da'ukum faz-zunub va amma dawaukum fal-istig'far. Albatta bu Qur'on sizlarga kasallikni ham dalolat qiladi, kasallikka ham dalolat qiladi va shifosiga ham dalolat qiladi. Ammo kasallik u gunohlar dedilar. Va ammo u shifosi bo'lsa istig'for. Qur'onda gunohlarni ham zikr qilingan bo'lsa, masalan gunoh ahllari Allohdan kelgan masalan ularga jazolar va ularga qiyomatda, oxiratda va'da qilingan azoblar Qur'onda zikr qilingan va istig'forga ham chaqirilgan. Alloh taolo kechiruvchi, rahimli ekani aytilgan. Hasan al-Basri aytadilar: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. استغفارni ko'paytiringlar, uylaringda ko'paytiringlar, to'shaklaringda ham istig'forni ko'p aytinglar, yo'llarda ham, yo'lda yurganingizda ham va bozorlarda ham, majlislarda ham, qayerda bo'lsangiz ham istig'forni ko'paytiring. Chunki siz bilmaysiz qachon Allohning mag'firati tushadi, nozil bo'ladi, bilmaysiz. Doim aytib yuring deganlar. Abul Minhal aytadilar rahimahulloh: ma jawara abdun fi qabrihi min jarin khayrin min istig'farin kathir. Banda, ya'ni qul qabrida istig'fordan ko'ra, ko'p istig'fordan ko'ra yaxshiroq bir qo'shnisi bo'lmaydi. Inson qabrida, musulmon kishi qabrda yotganda uni dunyoda aytgan istig'forlaridan ko'ra yaxshiroq qo'shnisi bo'lmaydi. Chunki qilgan yaxshi amallari o'zi bilan birga qabrga kiradi. Abu Abdulloh rahimahulloh aytadilar: "Law kana alayka mithlu adad al-qatr wa zabad al-bahr dhunuban lamuhiyat anka idha da'awta rabbaka bihadha ad-du'a mukhallisan insha'Allah ta'ala. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilayka minhu thumma 'udtu fihi. وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ولم أوف لك به وأستغفرك من كل عمل أرد به وجهك فخالطه غيرك وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار وسواد الليل في ملأ أو خلاء وسر وعلانية يا حليم" degan duoni aytishga chaqirganlar. U kishi aytadilar: agar sizni gunohlaringiz yomg'irni qatralaridan, tomchilaridan ham ko'p bo'lsa, yoyinki yomg'irning tomchilaridek ko'p bo'lsa va dengizni ko'pigidek ko'p bo'lsa, agar siz mana shu duoni qiladigan bo'lsangiz, Robbingizdan duo qilib shu istig'forni aytadigan bo'lsangiz, gunohlaringizni hammasi yuvilib, o'chirilib ketadi dedilar. U duo bo'lsa: Allohumma inni astag'firuk. Ey Allohim, men istig'for aytaman. Har bir gunohdan keyin u gunohni men qilgandan keyin tavba qildimda va yana tavbadan keyin o'sha gunohga qaytdim. Tavba qilgan gunohimga yana qaytgan gunohlarimni ham kechirishingni so'rayman. Va astaghfiruka min kulli ma wa'adtuka bihi min nafsi va lam ufi laka bihi. Va senga va'da berib vafo qilmagan gunohlarimni kechirishingni so'rayman. Ya'ni vafo qilmaslik bu gunoh. Allohga va'da beradi, bir toatni, ibodatni, bir yaxshilikni qilishni va'da beradi va uni vafo qilmaydi. O'sha va'dasini ustidan chiqolmagan bo'lsa, u kishi shuni gunoh deyaptilar. Shundan istig'for so'rayman. Va astaghfiruka min kulli amalin urid bihi wajhaka fa khalatahu ghayruk. Va yana men istig'for aytaman, seni vajhing uchun, sen uchun bir amalni niyat qilib turib, sendan boshqa kishini ham roziligi, ya'ni sum'a yoki bir riyo qo'shilib qolgan bo'lsa demoqchi bo'lyaptilar. Sendan boshqani ham aralashib qolgan bo'lsa agar, roziligi yoki bir xursand bo'lishi, o'zingdan shu gunohim uchun istig'for so'rayman dedilar. Va astaghfiruka min kulli ni'matin an'amta biha alayya fasta'antu biha
على معصيتك. yana istig'for aytaman, sen menga ne'matlaringni berding-u, agar men shu ne'matlaringni gunoh yo'liga ishlatgan bo'lsam, shu gunohim uchun istig'for aytaman deydi. Va astag'firuka ya alimal g'aybi vash shahada min kulli dhanbin ataytuhu fi diya'in nahar va sawadil layl. yana istig'for aytaman, ey g'aybni bilguvchi zot, har bir gunohlarimdan istig'for aytaman. Uni kunduzi qilgan gunohlarimni ham, kechasi qilgan gunohlarimni ham va xalqni ichida yoyinki xoli qolganimda qilgan gunohlarimni ham, sirda va oshkor qilgan gunohlarimni ham mag'firat qilishingni so'rayman, ey Halim degan shu istig'forni aytishni targ'ib qilganlar.